Assalomu alaykum akalarim, charchamayapsizlarmi? Qo'y moshinkalarni turli xildan olib qo'yganmiz. Hop, hozir sekin birma-bir obzorni qilib beraman. Hozir bu yerda mana ko'rib turganlaring Ubay 800, Ubay 900, 1200, 1400 variantlari. Bu yerda keyin batareykali variantlarimiz ham bor. 21 volt elektr Eramax'niki. Ikkita batareykasi chiqadi bu yerda. Keyin bu yerda o'zini adapterlar bor zaryadlaydigan. Shu yog'i chiqadi. Keyin bu yerda trosli varianti. Qo'shimcha nima deydi, adapterli varianti. Bu ko'proq hali firmasi borlar uchun, sal ko'proq qo'y oladiganlar uchun kattaroq variantida. Xo'p, endi bu yerda birma-bir opsiyalarni aytib o'tadigan bo'lsam, bu 2800 оборот minutiga 4800 watt shu 220 volt ishlaydi. Bunisi bilan buni farqi shu 30 volt оборотida farqi bo'lyapti. Bunisini keladigan bo'lsak, 3000 оборот minutiga 550 watt. Bunisi 580 watt. Xo'p, endi bu bilan endi shu xo'jalikka olsanglar bo'ladi. Misol uchun bir 5-10 ta bemalol kuniga qo'y olsanglar bo'ladi-da endi. Ishlashinglarga qarab, o'zingizlarni nima deydi, tezligiga qarab. Endi bu yerda bu ikkalasi bilan endi примерно shu 15-20 tagacha bemalol qizdirmasdan shu bir kunga yetadi. Bemalol qizimay ishlab beradi. Hop, endi bu batareykaliga keladigan bo'lsa, batareykalari ham normalda 4000 amperli. Shu bir 10-12 soat yetib beradi endi ishlashiga qarab. Qiynamasdan ishlatsanglar, normalniy yetib beradi. Bir kunga o'sha ikkita batareykasi yetib beradi bir kunga. Bittasini olib turib zaryadga qo'ysanglar, bir 20 minut, 30 minutda to'ladi. Almashtirib ishlataverasizlar. Qizib ketmaydi bunisi. Yangi versiyasi kelgan. Hop, endi bunisi keladigan bo'lsam, bunisi o'sha katta firmalar uchun, misol uchun 30 ta, 40 tagacha olaman deganlar uchun shu qo'shimcha bu yerda shu kuch nima deydi, adapter borda bunisi. Qo'shimcha nima deydi, tok qo'shib beradigan. Buni kuchaytirib beradi-da endi bu. Tezligini shu oshirib, shu umuman qizimaydigan varianti bu. Top qo'ysanglar shu puliga arziydi lekin. Hop, narxlarni shu sekin-sekin o'sha so'rasanglar yozib beraveraman. Xudo xolasa aksiyada qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar.